kelinining oyligini olib qo'yadigan zolim qaynona 3-qism. Yakuniy qism. Qaynonasi oyligini olib homilador kelinini urib, farzandini nogiron qilib qo'yadi. Va yillar o'tib zolim qaynona jon chiqara olmay, hattoki tili kalimaga kelmay qoladi. Va kelinning onasi qudasini o'z ko'zi bilan ko'rishga keladi. Kechiringmish. Endi so'raydimi kechirimmi? Mana shunaqa bo'ladi. Ikki qatligingda seni sudrab urganlari esingdami? Gapirishingni qara. O'zingcha mehribon bo'lib qolsanmi qaynonangga? Voy, qo'ysingchi. Esingdan chiqib ketdimi seni shuncha qiynaganlari? Taksi ko'ynaklarga bolingni siqib yurding. Mana hozir nevrologический deb qiynalib yuribsan. Seni esingdan chiqsa ham, meni esimdan chiqmaydi. Men olaman. Oyjon, bo'ldi qiling. Sizni boshingizga tushmaydimi bunaqa kun? Bo'ldi. Xudo, kalima keltiring. Kalima keltiring, Xudo. Kalima keltiring. Xudo. La Xudo. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh. Ipi Xudo. La ilaha illalloh. Ipi Xudo. Oyjon. Voy, ko'zlari ochib ketdimi? Voy, Xudo rahmat qilsin. Voy, bechora rosa qiynaldi-ya. Voy, Xudoyim. Voy, har bandani o'zing mushkulini oson qilgin, ey Xudoyim.